Najmiddin ismli Uyg'urning faryodi Sharq Turkiston vaziyatining vahimasini yana bir qatim o'tirg'i qo'ydi. Gollandiyada panolik tilagan va shu yerda yashayotgan Najmiddin Rahman oxirgi qatim 2015-yili kuzda onam bilan paranglashdim. 70 yoshlik dadam Mahmud Rahman tutqun qilindi va 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Kichik qarindishim olim Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketildi dedi. O oilasining beshiga kelgan fojialar haqida texnik tafsili to'xtalib mundaq dedi. Oiladagilarga men bilan Vechatda bir necha qatim sinliq ko'rishganligi va menga rasm avatganligi uchun siyosiy jinoyat otqanligini bilaman. 3 yildan buyon oilam bilan aloqalashamadim va ularning ahvoli haqida hech bir uchur olmadim. Faqat 2018-yil 10-oyda 90 yoshlardagi buvam Rahman Idrisning Qashqar atrofidagi bir yig'ilish tagirda hayotidan ayrilganligini bildim. Hali ham yuzlagan Sharq Turkistonliklarning ahvolining Najmiddinning ahvolidan ko'p farqlanmasligi Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulm va bostirishning vahimasini yana bir qatim namoyon qilib beradi. Ostaldagi va EJ guruhi o'rtaq mablag' shirkatlarining orasida Xitoy shirkatlarimi bor bo'lgan mablag' sog'uvchilar bilan Yavuz Sultan Selim ko'rigidagi paylarning setilishi haqida ko'rishganligi bildirildi. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Ostaldi va EE mablag' selish guruhi o'rtaq mablag' sog'gan shirkat orasida Xitoylarmi bor bo'lgan mablag' sog'uvchilar bilan Yavuz Sultan Selim ko'rigidagi paylarning setilishi haqida ko'rishmoqda. Ahvoldan xabardor 4 kishining bildirishicha, o'rtaq mablag' shirkatining 20% payiga ega bo'lgan Ostaldi shirkati paylarning hammasini setishni planlamoqda. EJ mablag' selish shirkati bo'lsa 80%lik paydan Ostaldi bilan teng nisbatda setib chiqaradi. Amerika bilan bo'lgan savdo urushining va Huawei shirkatiga yurgizayotgan embargoning Xitoylarni olma mahsulotlaridan voz kechishga majburlaganligi bildirildi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining xabar qilishicha, olma mahsulotlarining o'tgan yili Xitoydagi bozor payi 9,1% bo'lib, bu yil 7% ga tushgan. Shuning bilan bir vaqtda Huawei'ning bozor payi 3% oshgan. Koreya taratqullari Amerikaning bu davlatga Huawei mahsulotlarini qo'llanmaslik haqida besim tushirilganligini bildirdi. Eng chong savdo bozori bo'lgan Xitoyning ochchig'ini keltirishni xohlamagan Koreya bo'lsa, shaxsiy shirkatlarning qaroriga aralashmaydiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Germaniyaning Hong Kongdagi bir voqeaga chetishliq 2 nafar siyosiy faoliyatchiga panolik tilash haqqi berganligiga norozilik bildirib, Germaniyani qonun orqali idora qilishga va Hong Kong adliyasiga hurmat qilishga chaqiramiz dedi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang Germaniyaning siyosiy jinoyatlari bor bo'lgan Hong Kongliklarga panohlik haqqi berganligi haqida Germaniyani qonun bo'yicha idora qilishga, Hong Kong adliya sistemasiga hurmat qilishga, har qanday bir vosita bilan Hong Kongning va Xitoyning ichki ishlariga aralashishdan voz kechishga chaqiramiz dedi. Yamandagi Husayla Saudiya Arabistonining janubidagi Najran aerodromiga 72 soat ichida 3-qatim hujum qildi. Husaylaga qarashliq Al-Masiri kanalining harbiy doiralardan naql qilib xabar qilishicha, qurolliq odamsiz aeroplan orqali qilingan hujumda Najran aerodromidagi vatanparvar nomli sistemaning nishon qilinganligi bildirildi. Tunugun İstanbulda minglagan Sharq Turkistonlik va Sharq Turkiston do'stlari Sharq Turkiston muarif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan iftor faoliyatiga jam bo'ldi. İftardan burun muarif jamiyatiga qarashliq Zaytunburnu ona til va Qur'on kursining yillik o'qish bitirish mukofotlash murosimi o'tkazildi.